Menga vashshe qiziqmas. Men mahrga gelik so'rayman. Hozirgi kunda O'zbekistonda yigitlarda uylanish yoshi adashmasam 25,5 yoki 26,5 yosh bo'lib qopti. Bunga sabab nima? Svetim o'chib qolishi. Ayrim qo'shtirnoq ichida o'zi gapirgan gapiga o'zi ham tushunmaydigan qizlar sababchi. Hozir darrov yozishadi. O'tirib qolyapti, er o'xtaryapti, shu uchun o'zini yaxshi ko'rgan yozib chiqyapti. Shunaqa mahrga gelik, 90 xonalik Toshkent City sentrida uy, 80 etajli villa so'raydigan qizlar. O'zingizlar erga tekkandan keyin eringlar oldidagi burchlaringni bajara olasizlarmi? Shunaqa qo'shtirnoq ichida qizlarning orqasidan o'g'il bolalarda qizlardan ko'ngli qolib ketyapti. Ertaga uylansam, men bu qizga suyanalamanmi deb gapirish tugul uni o'ylagani qo'rqyapti. To'g'ri, mahrda ayol kishi so'ramasin emas, so'rash kerak, lekin uni ham chiroyli so'rasa bo'ladi-yu. Imkoni bo'lganda men bunaqa qilib berish yoki men bunaqa olib berish. Undan ko'ra shu gelikka ketkizgan pulini to'ydan keyin sizni asaloyiga borsin, har kun kichkina sovg'alar bilan xursand qilib yursin. Shuni o'zi yetarli emasmi? To'g'ri, erkaklar burchi. Lekin ayollarga barmog'ingni tiq desa, qaysi barmog'imni dedikin deydi-da, srazi oyog'ini ham, qo'lini ham barmoqlarini tiqib oladi. Chunki bilmaydi qaysi barmog'ini og'ziga tiqish kerakligini. Qizlar mahrga o'ylabroq narsa so'raylar, chunki u inson sizlar bo'lajak turmush o'rtoqlaring. Paton to'ydan keyin doim sizlar u bilan birga bo'lasizlar, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham. Sizlarda mahrga uni qiynab so'ragan narsalaring umrbodga yoki qanchadir muddatga sizlarning hayotlaringni qiyinchilikda o'tishiga sabab bo'lib qolmasin. Tangani ikkinchi tomonini ham o'ylab ko'ringlar, birdaniga hamma yo'lda qilib og'zingizga tiqib olmasdan. Bu videoni ko'rgan yigit qizlar, fikrim qanchalik to'g'ri yo'q, qanchalik noto'g'ri. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. To'g'ri fikrlayapmanmi, yo'qmi, men o'zim ham xulosa chiqarib olay. Mamatga kelib olib aql kaka qiladiganlar, sizlar sog' bo'linglar, sizlar yaxshi ko'raman, qadrlilarim.